anonimniy ukam reabilitatsiyadan chiqdi-da, qayta tiklash markazidan chiqib, alhamdulillah juda ham chiroyli yakunlagan. Chiqib uyga borgan, cho'milishga kirgan. Vannasiga kirgan, yuvib olaman deb. Vannaga qarab hayron qolayotganmish-da. Vannamiz o'zgarib qolibdimi? Oyi, yo'q, ada, qachon vannani almashtirdinglar? Kichkina edi-yu vannamiz. Qanaqa bu katta bo'lib qoldi vanna? deb savol berayotganmish. O'g'lim, o'sha vanna qachondir qilingan o'sha remont, o'sha o'rnatilgan vanna hali ham turibdi, hech narsa o'zgartirmadi deb javob berishgan uydagilar. Endi qaranglar. Zavisimiy odam birinchi iste'molida miya o'zini qanaqadir faoliyatidan to'xtaydi, ya'ni pin kodga tushadi, bloklanadi. Ya'ni o'sha eski Windowsda qolib ketadi. Hamda butun emotsional, butun psixologik sferalarda uzilishlar paydo bo'ladi. Shu sababdan ham atrofda nima ro'y beryapti, nima o'zgaryapti, umuman farqi bo'lmay qoladi. Ikkinchidan, qaram insonni iste'moldagi butun davri fokus, asosiy fokus miyadagi, faqat iste'molga qaratiladi. Ya'ni qayerdan pul topaman, qanaqa iste'mol olaman, kimni oldiga boraman, qaysi barigan nomeri yoqib, qaysi kanal ishlayapti degan o'y xayol bilan yashaydi 24 soat. Shu sababdan ham atrofida nimalar bo'lyapti, nimalar ro'y beryapti, kimni mazasi qochyapti, onamni davlenlari necha, ertaga qanaqa kun, jumaga chiqish kerak yoki bo'lmasa hayit namoziga chiqish kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak. Ya'ni birinchi kun, birinchi iste'molni o'zida miyani o'sish jarayoni to'xtaydi. Ayniqsa hozirgi narkotiklar. Birinchi zarbani, asosiy zarbani miyaga beradi. O'sha miya tizimlariga